Dubayda bir necha million dollarga uy-joy sotib olayotgan o'zbek boylari birinchi navbatda foyda qilish uchun u yerga pul tikmayapti. Shaxsiy tajribamdan kelib chiqib, ko'plab puldor insonlar bilan suhbatda bo'lib, shunga amin bo'ldimki, pulungiz qancha ko'paygan sari uni saqlab qolish, uni yo'qotmaslik shuncha muhim masalaga aylanib boraveradi. 200-300 ming dollarga uy sotib olayotgan odam uchun bu muhim masala bo'lmasligi mumkin. Chunki u ko'proq pulini aylantirib ko'paytirishni xohlaydi. Lekin bir necha million dollarlik darajaga yetganingizdan so'ng siz katta riskdan qochishga harakat qilasiz. Sababi kichik pulni ko'paytirish kattaroq risk talab qiladi. Lekin katta pulni saqlab qolish uchun siz katta risk qilishga haqqingiz yo'q. Shu o'rinda investorlar orasida bitta mashhur gapni eslatib o'tmoqchiman. Hech qachon hamma tuxumlarni bitta savatda saqlamang. Tushungan, tushundi. Ushbu videoni tuxumlari qimmat akalarimizga yuborib qo'yamiz.